Barchaga assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi kuxniy naborimizni biz yakunlab oldik mana. Bu kuxniy naborimiz akril materialdan yasaldi. Bu boshidan tugash qismiga qadar razmerlari 6 metr, balandligi 270. Kuxniy naborimizga bitta sifatli mo'ka qo'yib berganmiz. Sushilka joylarini qilib berganmiz va shunaqa paqir joylari ham bor, musul solgani. Xo'p, xolodilnik uchun joy tashab ketganmiz. Bu yerda katyol uchun katyolga o'rab berganmiz katyollarini. Bu kuxniy nabordan tashqari perxoshkasiga shkaf qilib berdik, kupe. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu shkaf fasadlari 100% akrildan bo'lgan. Tugash qismini shunaqa akkuratni to'sib berganmiz. Ochib yopilganda hech qachon oshga dog' chiqarmaydigan mexanizmlar qo'yilgan. Xudo xohlasa yaxshi sifatli hamma narsa. Bu joyiga ustki 120 li shkaf qilib berganmiz. Kimga shunaqa mebel kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar, chunki bizda narxlar arzon. Shu ko'rib turgan o'xshay hamma mebellarni 26 million so'mga o'rnatib berdik.